BYD kompaniyasi 1995-yil tashkil topgan bo'lib, kompaniyaning asoschisi Wang Changfu hisoblanadi. BYD kompaniyasi dastlab akkumulyator hamda batareya ishlab chiqarish bilan shug'ullangan. Kompaniya avtomobil biznesiga 2003-yili Qinchaon Auto degan kichik bir zavodni sotib olish bilan boshlagan. Kompaniya 2008-yilda o'z elektromobil hamda gibridini yaratadi. Kompaniya nega tez fursatlarda zo'r natijalarga erishgan sababi kompaniya o'zi batareya ishlab chiqargani uchun hamda ko'plab zapchaslarini o'zi ishlab chiqargani uchun narx arzon, sifati kuchli hisoblangan. Afsuski, BYDga Tesla juda ham katta raqobatdosh bo'lgan, lekin hozirgi kunda BYD avtomobillari Tesla'ni allaqachon ortda qoldirib bo'lgan. Sababi arzon narx, sifat esa kuchli. Shu sababli BYD kompaniyasi dunyo bo'ylab keng tarqalmoqda. O'zimiz O'zbekistonda ham BYD Yonab eng ko'p sotilgan elektromobillardan biri hisoblanadi. Shu sababli BYDni O'zbekistondagi rasmiy zavodida Jizzaxda joylashgan BYD Yonab avtomobili 2026-yildan boshlab ishlab chiqarilishi kutilmoqda. Bu juda ham katta muvaffaqiyat hisoblanadi.